Tasavvur qiling, osmon tinch. Hech qanday portlash yo'q, hech qanday signal ham eshitilmaydi. Ammo aynan shu sukut ortida shunday texnologiya yashiringanki, u hatto tajribali harbiy mutaxassislarni ham hayratda qoldirmoqda. Eng qiziq tomoni esa bu texnologiya O'zbekiston atrofida paydo bo'layotgani haqidagi gaplar tobora ko'payib bormoqda. Zamonaviy urush endi faqat ko'rinadigan kuch bilan o'lchanmaydi. Avvallari ustunlik tanklar soni yoki raketa quvvatida edi. Bugun esa ustunlik ko'rinmaydigan tizimlarda, ya'ni ma'lumotni qayta ishlash tezligida, signalni boshqarishda va real vaqt qaror qabul qilish imkoniyatida yashiringan. Shu sababli yangi texnologiyalar ko'pincha ko'zga tashlanmaydi, ammo ularning ta'siri juda katta bo'ladi. Tasavvur qiling, keng hudud bo'ylab joylashgan sensorlar doimiy ravishda osmonni kuzatmoqda. Har bir harakat, har bir issiqlik izi, har bir signal darhol qayd etiladi. Bu oddiy kuzatuv emas. Bu yuqori aniqlikdagi ko'p qatlamli monitoring tizimi. U faqat ko'rmaydi, balki tushunadi, tahlil qiladi va qaror chiqaradi. Harbiy mutaxassislarni aynan shu jihat hayratga solmoqda. Chunki bunday tizim inson aralashuvisiz ishlashga yaqinlashmoqda. Sun'iy intellekt asosidagi algoritmlar har bir ehtimoliy tahdidni oldindan hisoblab chiqadi. Ular faqat mavjud vaziyatni emas, balki keyingi bir necha soniyada nima bo'lishini ham bashorat qiladi. Tasavvur qiling, osmon orqali yuqori tezlikda harakatlanayotgan obyekt aniqlanadi. Oddiy tizimlar buni kechikib sezishi mumkin. Ammo yangi texnologiya bu obyektni deyarli darhol aniqlaydi. Uning tezligi, yo'nalishi va ehtimoliy manzili bir necha soniya ichida hisoblab chiqiladi. Shu paytda eng muhim bosqich boshlanadi. Qaror qabul qilish. Inson bu jarayonda juda sekin bo'lishi mumkin. Ammo algoritm uchun bu muammo emas. U barcha variantlarni baholaydi va eng samarali javobni tanlaydi. Ba'zan bu javob to'g'ridan-to'g'ri zarba bo'lishi mumkin. Ba'zan esa tahdidni chalg'itish yoki yo'nalishini o'zgartirish yetarli bo'l. Tasavvur qiling, raketa uchirilgan. U juda tez harakatlanmoqda. Ammo yangi tizim uni kuzatmoqda. Faqat kuzatibgina qolmay, balki uning harakatini tahlil qilmoqda. Shu paytda maxsus signal yoki elektromagnit ta'sir orqali raketaning navigatsiya tizimi chalg'itiladi. Natijada u asl yo'nalishdan chiqib ketadi. Bu jarayon tashqaridan deyarli sezilmaydi. Hech qanday katta portlash yo'q. Hech qanday dramatik sahna yo'q. Ammo natija juda muhim. Tahdid bartaraf etildi. Va bu jarayon soniyalar ichida amalga oshdi. Agar shunday texnologiya haqiqatan ham O'zbekiston atrofida rivojlanayotgan bo'lsa, bu mintaqaviy xavfsizlik uchun katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Chunki bunday tizim mavjud bo'lsa, har qanday potensial tahdid oldindan nazorat ostiga olinadi. Shu bilan birga bu texnologiya katta mas'uliyat ham talab qiladi. Chunki avtomatlashtirilgan tizimlar xatoga yo'l qo'ymasligi kerak. Har bir qaror aniq va asosli bo'lishi lozim. Aks holda, noto'g'ri signal ham katta oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tasavvur qiling, yuzlab sensorlar bir vaqtning o'zida ma'lumot uzatmoqda. Har bir signal alohida ahamiyatga ega. Ularni to'g'ri tahlil qilish juda muhim. Shu sababli sun'iy intellekt tizimlari doimiy ravishda o'rganadi. Ular har bir yangi vaziyatdan xulosa chiqaradi va o'z algoritmlarini takomillashtiradi. Bu esa tizimni yanada aqlli qiladi. Har bir sinovdan so'ng u yanada tezroq va aniqroq ishlaydi. Har bir xato uni kuchsizlantirmaydi, aksincha kuchaytiradi. Shu sababli zamonaviy mudofaa tizimlari doimiy rivojlanish jarayonida bo'ladi. Harbiy mutaxassislar aynan shu evolyutsiyani kuzatib hayratda qolmoqda. Chunki bu oddiy texnologik yangilik emas. Bu butun strategik yondashuvni o'zgartirayotgan jarayon. Endi urush faqat kuch bilan emas, balki aqlli tizimlar bilan ham olib boriladi. Tasavvur qiling, kelajakda har bir hudud o'zining ko'rinmas himoya tizimiga ega bo'ladi. Bu tizim doimiy ravishda ishlaydi. U charchamaydi, u xato qilmaslikka harakat qiladi va u har doim tayyor holatda bo'ladi. Bunday sharoitda har qanday hujum oldindan hisoblab chiqilishi kerak bo'ladi. Chunki oddiy kuch ishlatish yetarli bo'lmaydi.
Har bir harakat qarshi tizim tomonidan darhol aniqlanadi va unga javob qaytariladi. Shu sababli yangi texnologiyalar strategik muvozanatni o'zgartirmoqda. Kimda kuchliroq raketa borligi endi asosiy omil emas. Kimda aqlliroq tizim borligi muhimroq bo'lib bormoqda. Agar O'zbekiston atrofida aynan shunday tizim shakllanayotgan bo'lsa, bu hududni yangi texnologik markazga aylantirishi mumkin. Chunki bunday loyihalar katta ilmiy baza va yuqori darajadagi mutaxassislarni talab qiladi. Bu esa o'z navbatida yangi imkoniyatlar yaratadi. Innovatsiya rivojlanadi, yangi texnologiyalar paydo bo'ladi va mintaqa global texnologik jarayonlarda faol ishtirok etadi. Tasavvur qiling, kelajakda osmon yana tinch. Ammo bu tinchlik ortida murakkab tizimlar ishlamoqda. Har bir signal nazorat ostida. Har bir ehtimoliy tahdid oldindan baholangan. Harbiy mutaxassislar uchun bu yangi davrning boshlanishi. Ular endi faqat qurolni emas, balki tizimni tushunishi kerak. Chunki kelajakdagi ustunlik aynan shu tizimlarda yashiringan. Va ehtimol eng muhim savol shuki, bu texnologiya qanchalik tez rivojlanadi. Chunki kim birinchi bo'lib mukammal tizimni yaratib olsa, u strategik ustunlikka ega.